Boshlang'ich $500 bilan mana shu qip-qizil Sparkimiz halol nasib savdoga berilayotgan ekan. Akalar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Mashinani qarang, aka holatini. Agar qaysidir sinizmi, ayolingizmi yoki kimdir opangizmi, oyingizmi misol uchun kimdir qidirib yurgan bo'lsa, mana shunaqa Spark bilan pajavuzda mana halol nasib savdoga yaxshi Spark chiqdi akalar. Endi bitta obzor qilib beraman. Yili 2012 birli motor akalar. Faralari yaxshi holatda, 4 ta balon yangi taqilgan. Bugun taqib keldim deyaptilar. Holat har qatda so'ragan. Hop. Salon qismiga kiradigan bo'lsa, akalar, salon qismida bitta kamchiligi bor. Apshifkalar yaxshi holatda. Shu kamchiligi bitta chexol taqib olish kerak. Qolgan joylar zo'r bo'lib turibdi. Poliklar nariga turibdi. O'zini ham bunaqa rollari. Xo'p, probega kiradigan bo'lsak, akajon 371 ming probeg yurgan ekan akalar. Xo'p. Mexanika konditsionerlari bor, xullas tayyor holatda. Tepada video registrator, yaxshi освежитель, mashinani o'zidan ham yaxshi hidlar kelib turibdi akalar. Nima deysiz? Orqalarni ham bitta ko'rsatamiz. Mashina ham benzinda, ham gazda ham yuraveradi. Tayyor holatda. Faqat Toshkent shahar, Toshkent yon atrofiga beraman deyaptilar. Xullas boshiga $500 berasiz, oylik to'lovlari ham gideta bir $300 aylanayotgan ekan akalar. Xullas tegirgan nomerlar qoldirdim, aloqaga chiqinglar, mana shunaqa yaxshi Spark qidirgan tog'alarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa akalar, joninglar sog' bo'lsin, o'zingizlar hiddat qilasiz.